Bir dada qizning to'yida kuy o'g'li munda debdi. Uni tunjiqdan bag'riga bosgan odamman, sen emas. Uni tunjiqdan sevgan odamman, sen emas. Uni tunjiqdan kuldirgan odamman, sen emas. Ammo onunga bir umr hamroh bo'ladigan odamning men emas, balki sening bo'lishingni umid qilaman o'g'lim. Agar bir kun uni yaxshi ko'rmas bo'lib qolganingda, onunga azor bermagin, urmagin, tillamagin, menga degin. Men o'zim uni elib ketaman. Bu gaplarni olgan naq maydondagi mehmonlarning ko'zlaridan yoshlar qo'yilibdi. Qiz o pul xarjlaydigan vaqtida ota-onasining uyida bo'ladi. Pul topalaydigan, uyning eg'ir yenik ishlarini qilolgudek bo'lganda bo'lsa, yo'ldoshining uyida bo'ladi. Shunlashqa u ota-onasidan boshqa hech kimga qarzdor emas. Ey qiz, baxtli bo'l.